Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim o'zgarishlar haqida tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki ertaga pensiyaga chiqadigan har bir inson, ya'ni ishchi, tadbirkor, dehqon, o'qituvchi, shifokor, haydovchi, uy bekasi, chet elda ishlab qaytgan fuqarolar uchun ham bevosita ahamiyatli. Chunki pensiya tizimidagi har qanday yangi tartib odamning yillab qilgan mehnati, to'plagan staji, oladigan puli va hujjatlari bilan bog'liq. Men bu mavzuni ekspert sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimalar o'zgaradi? Kimlar bundan yutadi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish zarur? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p muammo aynan mayda ko'ringan, lekin pulga ta'sir qiladigan nuqtalarda chiqadi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar sizga va yaqinlaringizga real foyda beradi. Avval pensiya masalasida asosiy muammo shunda ediki, odam ko'p yillar ishlagan bo'lsa ham, uning hamma mehnat davri hujjatlarida to'liq ko'rinmasligi mumkin edi. Kimdir eski mehnat daftarchasini yo'qotgan, kimdir ishlagan korxonasi tugatilgan, kimdir maoshni rasmiy emas qo'lga olgan. Yana kimdir chet elda ishlab qaytgan, lekin bu davr pensiya hisobida qanday aks etishini bilmagan. Natijada odam pensiya yoshiga yetganda birinchi marta hujjat muammosiga duch kelardi. Oldingi tartibda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq bo'lgan. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, korxona buyrug'i, sug'urta badallari haqidagi tasdiqlar talab qilinardi. Agar bitta davr bo'yicha hujjat topilmasa, o'sha yillar sajga kirmay qolishi yoki pensiya miqdori kutilgandan kam chiqishi mumkin edi. Odam esa men ishlaganman-ku deb aytadi. Lekin pensiya hisobida asosiy narsa og'zaki gap emas, rasmiy tasdiqdir. Endi yangi yondashuvning mazmuni shundaki, pensiya tizimi ko'proq raqamlashtirish, aniq hisob-kitob, fuqaroga qulay xizmat va ma'lumotlarni davlat idoralari o'rtasida avtomatik almashish tomonga o'tmoqda. Ya'ni maqsad shuki, odam har bir eshikni taqillatib yurmasin, bor ma'lumotlar elektron bazalardan olinadigan bo'lsin. Pensiya tayinlash jarayoni tezlashsin, staj va daromad bo'yicha noaniqliklar kamaytirilsin. Lekin bu endi hech narsa qilish shart emas degani emas. Aksincha, kimning hujjati tartibli bo'lsa, kim o'z staji va rasmiy daromadini oldindan tekshirsa, o'sha odam yangi tartibdan ko'proq foyda ko'radi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, pensiya masalasida asosiy e'tibor rasmiy ishlagan davr to'langan badallar, elektron ma'lumotlar va hujjatlarning haqqoniyligiga qaratiladi. Oddiy qilib aytsam, sizning kelajakdagi pensiyangiz ko'proq men ishladim degan gapga emas, mening ishlaganim tizimda ko'rinib turibdi degan holatga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir fuqaro 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin shu 30 yilning 2 yil rasmiy, qolgan 8 yil esa norasmiy bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqadi. Chunki pensiya tizimi rasmiy daromad va tasdiqlangan stajni ko'radi. Agar odam 8 yil davomida haqiqatan ishlagan bo'lsa-yu, lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar ko'rinmasa, keyin bu davrni isbotlash juda qiyinlashadi. Shuning uchun yangi tartibning asosiy sabog'i shuki, rasmiy ishlash endi faqat bugungi maosh masalasi emas, kelajakdagi pensiya masalasidir. Ikkinchi muhim jihat, pensiya tayinlashda elektron bazalarning roli oshadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, sizning ish joyingiz, maoshingiz, soliq to'lovlaringiz, ish stajingiz, ayrim hollarda o'qish, harbiy xizmat, bola parvarishi yoki boshqa davrlar bo'yicha ma'lumotlar tegishli tizimlarda bo'lsa, pensiya organlari ularni tezroq tekshirishi mumkin. Bu fuqaroga qulaylik beradi, lekin elektron bazada xato bo'lishi ham mumkin. Familiya o'zgargan, pasport almashgan, korxona nomi noto'g'ri kiritilgan, ma'lumot eski bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir kishi o'z ma'lumotini oldindan tekshirishi kerak. Uchinchi masala, pensiya miqdorining adolatli hisoblanishi bilan bog'liq. Odamlar ko'pincha falonchi bilan bir xil ishlaganmiz, nega uning pensiyasi ko'proq deb so'rashadi. Javob ko'pincha 3 ta narsaga borib taqaladi. Staj, rasmiy ish haqi va hujjatlarning to'liqligi. Agar ikki odam 25 yildan ishlagan bo'lsa ham, birining maoshi rasmiy yuqori ko'rsatilgan, ikkinchisining maoshi past ko'rsatilgan yoki bir qismi qo'lga berilgan bo'lsa, pensiya farq qiladi. Yangi tartibda ham shunga o'xshash farqlar saqlanadi. Chunki tizim rasmiy raqamlarga tayanadi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar e'tibor berishi kerak.
Men ayniqsa ayollar uchun 3-5 yil oldin, erkaklar uchun ham kamida 3-5 yil oldin hujjatlarni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki pensiya yoshiga bir oy qolganda arxiv qidirish, eski korxonadan ma'lumotnoma olish, yo'qolgan mehnat daftarchasini tiklash, sud orqali stajni tasdiqlash juda qiyin va asabiy jarayonga aylanadi. Masalan, 29 yoshdagi ayol 1998 yildan 1906 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika allaqachon yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhrni aniq, ishga kirish va bo'shash buyruq raqamlari to'liq emas. Agar u hozirdan arxivga murojaat qilib, o'sha yillar bo'yicha ma'lumotnoma olsa, pensiya tayinlashda muammo kamayadi. Agar buni pensiyaga chiqish kuni boshlasa, bir necha oy yugurishi mumkin. Ikkinchi guruh rasmiy va norasmiy ish aralash bo'lgan fuqarolar. Masalan, bir erkak 15 yil zavodda rasmiy ishlagan. Keyin 10 yil qurilishda brigada bilan ishlagan, lekin shartnoma bo'lmagan. U o'zini 25 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin pensiya hisobida rasmiy 15 yil ko'rinishi mumkin. Agar u keyingi davrda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlarni qilgan bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'ladi. Agar hech narsa rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pensiya miqdori kutgandan past bo'lishi mumkin. 3-guruh chet elda ishlaganlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qanday ta'sir qilishi xalqaro shartnomalar, rasmiy ishlaganlik, to'langan badallar va hujjatlar bilan bog'liq. Agar odam chet elda rasmiy ishlagan, mehnat shartnomasi, ish haqi hujjatlari, sug'urta to'lovlari bo'yicha ma'lumotlari bo'lsa, ularni saqlash kerak. Agar faqat naqd pul olib ishlagan bo'lsa, keyin bu yillarni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'ladi. 4-guruh ayollar. Ayniqsa bola parvarishi davri bo'lgan onalar. Bola tug'ilishi, dekret ta'tili, bola parvarishi davri pensiya stajiga qanday hisoblanishi bo'yicha alohida qoidalar bo'ladi. Bu yerda tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan buyruqlar, ta'til hujjatlari muhim. Ba'zi ayollar men uyda bola bilan o'tirganman, demak hammasi avtomatik hisoblanadi deb o'ylaydi. Amalda esa hujjat bo'lmasa yoki ma'lumot tizimida ko'rinmasa, aniqlashtirish talab qilinadi. 5-guruh ish haqi konvertda berilgan odamlar. Bu juda og'riqli masala. Bugun ish beruvchi rasmiy minimal maosh ko'rsatib, qolganini qo'lga bersa, xodim hozir ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin ertaga pensiya hisobida aynan rasmiy qism ko'rinadi. Masalan, odam oyiga 5 million so'm olgan, lekin rasmiy hujjatda 25 million ko'rsatilgan. Pensiya hisobida 5 million emas, rasmiy ko'rsatilgan summa asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy ish haqi masalasi faqat soliq masalasi emas, kelajakdagi kafolat masalasidir. Agar siz butun faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, elektron mehnat tarixi tizimida ko'rinsa, ish beruvchi badallarni to'lab kelgan bo'lsa, sizda xavotir kamroq. Lekin men baribir umuman tekshirmasa ham bo'ladi demayman. Chunki hatto tartibli odamda ham texnik xato chiqishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 20 yil bir tashkilotda ishlagan, lekin tashkilot bir necha marta nomini o'zgartirgan. Elektron bazada bir davr eski nom bilan, bir davr yangi nom bilan ko'rinadi. Agar tizim buni bir xil ish joyi sifatida bog'lamasa, stajda uzilish paydo bo'lishi mumkin. Bu katta muammo emas, lekin oldindan aniqlansa, tez tuzatiladi. Yana bir misol, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, hozirgi pasportda boshqa familiya. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat saqlanmagan bo'lsa, pensiya tayinlashda qo'shimcha savollar tug'iladi. Shuning uchun hujjatlari joyida bo'lgan odam ham asosiy tasdiqlarni bir papkaga yig'ib qo'ygani ma'qul. Birinchi misol. Akmal aka 60 yoshga yaqinlashmoqda. U 1990 yildan 2005 yilgacha davlat korxonasida ishlagan. Keyin 2005 yildan 2015 yilgacha xususiy firmada haydovchi bo'lgan. 2015 yildan keyin esa o'z mashinasida norasmiy yo'lovchi tashigan. Akmal aka o'zini 35 yil ishlagan deb biladi. Lekin pensiya hisobida 1990-2005 yillardagi davlat korxonasi hujjatlari 2005-2015 yillardagi rasmiy firma davri va undan keyingi rasmiy to'lovlar tekshiriladi. Agar 2025 yildan keyin u o'zini band qilgan shaxs yoki tadbirkor sifatida rasmiylashtirmagan bo'lsa, o'sha davr pensiya hisobida to'liq aks etmasligi mumkin. Natijada u kutgan pensiya bilan tayinlangan pensiya o'rtasida farq chiqadi.
Ikkinchi misol. Dilbar opa o'tgan yil maktabda ishlagan. Uning ish staji aniq, buyruqlar bor. Maoshi rasmiy, mehnat daftarchasi tartibli. Bunday holatda pensiya tayinlash jarayoni nisbatan oson kechadi. Lekin u ham o'z elektron ma'lumotlarini tekshirish kerak. Chunki 1990 yillardagi davrlar arxivda bo'lishi, keyingi davrlar elektron bazada bo'lishi mumkin. Agar biror yil tushib qolgan bo'lsa, maktab yoki tuman arxividan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Uchinchi misol. Shahnoza 12 yil rasmiy ishlagan, keyin 3 farzandini parvarish qilgan. Keyin yana 8 yil ishlagan. U pensiyaga tayyorgarlik ko'rayotganda faqat ish joylari hujjatini emas, farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalari, dekret va bola parvarishi ta'tili bo'yicha buyruqlarni ham tayyorlash kerak. Chunki ayrim davrlar pensiya stajiga qo'shilishi mumkin, lekin buning uchun hujjat bilan tasdiqlash talab etiladi. 4-misol. Begzod 10 yil chet elda ishlagan. Agar u chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, o'sha davlatdagi ish beruvchi sug'urta fondi yoki soliq organlaridan olingan hujjatlar muhim bo'ladi. Hujjatlar tarjima va tasdiq talab qilishi mumkin. Agar u bu hujjatlarni vaqtida yig'masa, O'zbekistonga qaytgandan keyin ularni olish qiyinlashadi. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar faqat bunga daromadni emas, kelajakdagi pensiya isbotini ham o'ylashi kerak. Pensiya masalasida eng katta xatolardan biri hamma uchun bitta qoida bor deb o'ylashdir. Aslida yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli shartlarda pensiya, maxsus ish sharoitlari bo'yicha pensiya kabi turli yo'nalishlar bor. Har birida hujjat, staj va hisoblash tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining tajribasini o'zingizga to'liq ko'chirib bo'lmaydi. Masalan, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlagan odamlar uchun ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyozdan foydalanish uchun faqat men og'ir joyda ishlaganman deyish yetarli emas. Lavozim nomi, ish joyi, mehnat sharoiti, tegishli ro'yxatlarga moslik, ish beruvchining hujjatlari kerak bo'ladi. Agar mehnat daftarchasida lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki korxona hujjatlarida sharoit ko'rsatilmagan bo'lsa, imtiyozni tasdiqlash qiyinlashadi. Yana bir nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin bu har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Agar keyinroq qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topilsa, fuqaro qayta hisoblash uchun murojaat qilishi mumkin. Lekin qayta hisoblash qaysi kundan qo'llanishi, qancha farq to'lanishi va qaysi hujjatlar qabul qilinishi amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l pensiya tayinlanishidan oldin hujjatlarni to'liq tayyorlashdir. Ba'zi odamlar mening ma'lumotim davlat bazasida bo'lsa kerak deb xotirjam yuradi. Men bunday yondashuvni xavfli deb hisoblayman. Chunki bazada ma'lumot bor yo'qligini faqat tekshirgandan keyin bilasiz. Ayniqsa eski yillar tugatilgan korxonalar, kolxoz sovxoz davri, kooperativlar, kichik xususiy firmalar, vaqtinchalik ishlar bo'yicha xatolar ko'p uchraydi. Eski hujjatlarni arxivdan topish vaqt oladi. Ba'zan arxivda ham hujjat saqlanmagan bo'ladi. Shunda boshqa isbot yo'llari ko'rib chiqiladi. Yana bir muhim masala pensiya miqdorini hisoblashda faqat staj emas, daromad ham ahamiyatli. Odam 35 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy daromadi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori yuqori bo'lmasligi mumkin. Aksincha staji talab darajasida bo'lib, rasmiy daromadi yaxshi bo'lgan odamning pensiyasi boshqacharoq chiqadi. Shuning uchun yoshlar ham pensiya hali uzoq deb o'ylamasin. Bugungi rasmiy maosh ertangi pensiya poydevoridir. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefoningizdagi faylga qaysi yilda qayerda ishlaganingizni, korxona nomini, lavozimingizni, taxminiy ishga kirgan va bo'shagan sanani yozing. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin keyin hujjatlarni solishtirishda katta yordam beradi. Ko'p odamlar 20-30 yil oldingi sanalarni eslay olmaydi. Natijada arxivga noto'g'ri so'rov beradi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana, buyruq raqami, korxona muhri, imzo va lavozim nomi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar yozuv o'chib ketgan, muhr ko'rinmaydigan, sana noto'g'ri yoki lavozim tushunarsiz bo'lsa, bu masalani oldindan aniqlang. Hozir ishlab turgan joyingiz bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni ko'ring. Buning uchun MyBonkga
uz portali, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki pensiya organlari orqali ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Sizdan pasport yoki ID karta, JSHSHR, telefon raqami, ayrim hollarda elektron raqamli imzo talab qilinishi mumkin. Maqsad bitta: tizimda sizning ish tajingiz va to'lovlaringiz qanday ko'rinayotganini bilish. 4-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjat to'plang. Agar korxona hali ishlayotgan bo'lsa, ish joyidan ish staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma so'rang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Murojaatda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski familiyangiz bo'lsa, u ham tug'ilgan sana va pasport ma'lumotlarini aniq yozing. Noaniq so'rov arxiv ishni cho'zadi. 5-qadam. Oilaviy holatga oid hujjatlarni tayyorlang. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Farzandlar bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari. Dekret yoki bola parvarishi ta'tili bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa, harbiy biletni saqlang. O'qish davri ayrim holatlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun diplom, akademik ma'lumotnoma yoki o'qishga oid hujjatlarni ham yo'qotmang. 6-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni hozirdan o'zgartiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi qilishni, ish haqini rasmiy ko'rsatishni talab qiling. Agar o'zingiz mustaqil ishlasangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor yoki boshqa qonuniy shakllarni o'rganing. Bu bugun biroz qog'ozbozlikdek tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya va ijtimoiy kafolatlar uchun muhim bo'ladi. 7-qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Davlat xizmatlari markaziga, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy maslahat kanallariga murojaat qiling. Savolni aniq bering. Mening stajimda qaysi davrlar ko'rinmoqda? Qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak? Ish haqi ma'lumotlari yetarlimi? Familiya yoki pasport o'zgarishlari bo'yicha muammo bormi? Shunda siz pensiyaga chiqqan kuni kutilmagan rad javobi yoki kam hisoblangan summa bilan duch kelmaysiz. 8-qadam. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Men har bir kishiga alohida papka qilishni maslahat beraman. Unda pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari. Sud qarorlari bo'lsa, ular ham turishi kerak. Qog'oz nusxadan tashqari telefon yoki kompyuterda skaner qilingan nusxasini ham saqlang. Hujjat yo'qolsa tiklash osonroq bo'ladi. 1-xavf vositachilarga ishonib qolish. Men pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman. Hujjat shart emas. Tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida tayinlanadi. Soxta hujjat yoki noqonuniy yo'l keyin katta muammo keltiradi. Agar kimdir sizdan pul so'rab kafolat bersa, rasmiy idoraga murojaat qiling. 2-xavf hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam pensiya yoshiga yetadi, keyin 25 yil oldingi korxonani qidiradi. Korxona yo'q, arxivda hujjat chala, sobiq rahbarlar topilmaydi. Bunday vaziyatda ish cho'ziladi, odam asabiylashadi. Pensiya tayinlash muddati ham noaniqlashadi. Shuning uchun vaqtida tayyorgarlik eng katta yutuqdir. 3-xavf faqat pensiya summasiga qarab baholash. Ba'zan odam menga kam chiqdi deydi, lekin sababini bilmaydi. Sabab staj kamligi, daromad pastligi, ayrim yillar tasdiqlanmagani yoki hujjatdagi xatolik bo'lishi mumkin. Agar siz hisob-kitobga rozi bo'lmasangiz, yozma ravishda tushuntirishni so'rang. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar olinmagan, qanday asos bilan hisoblanganini bilishga haqlisiz. 4-xavf rasmiy xabarlarni kuzatmaslik. Pensiya tizimida o'zgarishlar bo'lganda eng ishonchli manba rasmiy idoralar, qonunchilik hujjatlari va davlat xizmatlari portallaridir. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir xabarga darhol ishonmang. Men har doim maslahat beraman. Xabarni o'qing, lekin hujjatni tekshiring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni noto'g'ri qarorga olib kelishi mumkin. Agar siz hujjatlaringizni tartibga solsangiz, yangi yondashuv sizga qulaylik beradi. Elektron ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensiya tayinlash tezroq va aniqroq bo'ladi. Idora yurish kamayadi. Ish staji va daromad bo'yicha asoslar aniq bo'ladi. Eng muhimi, odam o'z kelajagini oldindan ko'ra boshlaydi. Masalan, 45 yoshdagi fuqaro hozirdan rasmiy ishlash talab qilsa, ish haqi to'liq ko'rsatilishini nazorat qilsa, o'zini band qilgan bo'lsa, to'lovlarni vaqtida amalga oshirsa,
15-20 yildan keyin pensiya masalasida boshqacha holatda bo'ladi. U qayerdan hujjat topaman deb yugurmaydi. Tizimda ko'rinadigan mehnat tarixiga ega bo'ladi. Agar yoshdagi fuqaro esa hozirdan eski stajini tiklasa, arxiv hujjatlarini olsa, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, dekret, chet eldagi ish davri bo'yicha tasdiqlarni jamlasa, pensiya yoshiga kelganda ancha tayyor bo'ladi. Bu faqat pul masalasi emas, vaqt, asab va huquqiy aniqlik masalasidir. Demak, pensiya endi yanada aniqroq, raqamliroq va hujjatlarga ko'proq tayangan tartibda shakllanadi. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlarni saqlagan, elektron ma'lumotlarni tekshirgan bo'lsa, u yangi tartibda o'zini ancha ishonchli his qiladi. Kim norasmiy ishlagan, eski hujjatlarni yo'qotgan yoki stajini tekshirmagan bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga aniq aytaman. Pensiya masalasini pensiya yoshiga yetganda emas, undan ancha oldin boshlash kerak. Bugun mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron ma'lumotlaringizni ko'ring. Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Norasmiy ishni rasmiylashtirish choralarini ko'ring. Shunda ertaga pensiya tayinlashda kamroq muammo, kamroq yugur va ko'proq aniqlik bo'ladi. Sizningcha, pensiya tizimidagi yangi tartib oddiy fuqarolar uchun qulaylik yaratadimi yoki hali ham ko'p savollar bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz va hamkasblaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va keyingi videolarda men pensiya, nafaqa, staj, hujjatlar va qonunchilikdagi eng muhim yangiliklarni yana sodda tilda tushuntirib boraman.